charchaganman aka. Albatta. O'g'ilchani mana aytdimmi sizga? Ha, shuni aytlaydan bo'ladi. O'sha ko'zini operatsiya qilishimiz kerak. Erta dushanba ana qilishimiz kerak. Bir bola bor yaxshi inson o'sha operatsiya qilaman degan, endi bu analiz sal netorroq chiqdi, ozgina lecheniya olish kerak. O'shanga sal siqilib kecha o'zi intervyumiz kecha bo'lishi kerak 2 kun qoldirildi intervyu. Ha, endi shuni yugur bilan yuribmiz. Ish qilib yaxshilikka aka. Yaxshilikka shu. Sizni bundoq chetdan qaragan odam bir oilaparvar odam deb o'ylamaydi-da. Shu uchun endi gapiring, mayli o'sha mavzularni, farzand haqida. Futbolni yaxshi ko'radi masalan. O'zidan futbol tushmaydi. Real Madrid shunaqangi yaxshi ko'radi, nechta o'yinchisi bo'sh hammasini sanab beradi. Men bilan soat 3 gacha har kuni futbol ko'radi. Kechqurun. Как положено ko'radi. Qanaqa qilib bunaqa bolani yaxshi ko'rmaysiz? Men ham 98-yildan beri futbol ko'rayotgan bo'lsam, shu otam, Orun rahmatli otam shu oldimga qo'yib ko'r buni. Ko'r men. Oilamizda borda futbolistlar. Oldin ham aytganman. Shuning uchun ana. Shu deydi. Ke? Ты чё, Qarang, sizga rus tilini o'rgatyapti. O'zi polni bilaman. Zачем сюда иди? Polni bilasiz? Один раз, пожалуйста. А? Хорошо, тогда omad, удачи.